Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Toshkentga yetib kelganmiz. Bu yerda paravoy katyollar ishlab chiqarishar ekan. 2018-yildan beri faoliyat yurgizishadi. Agar siz ham mana shu sohada bo'lsangiz, sizga ham paravoy katyol kerak bo'ladigan bo'lsa, videomizni oxirigacha tomosha qilinglar. Sizlarga necha tonnadan necha tonnagacha ishlab chiqariladi, kimlar bilan ishlashgan va batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz. Qadrli obunachilar, ushbu korxona rahbari Rufiya opa. Opa 2018-yildan beri faoliyat yurgizasizlar ekan. Aynan qaysi korxonalar bilan ishlagansizlar? Qanaqa korxonalarga mahsulot yetkazib berasizlar? Bizlar ko'p korxona bilan ishlaganmizlar. Bu Inter-injiniring korxonalari 5 tonnali kotyolni o'rnatdik. Novoinskiy gorno-metallurgicheskiy kombinatlari, Almaliskiy gorno-metallurgicheskiy kombinatlari, FNZ, BMPZ, Rodin polimer korxonalari, Toshkent sintez polimer korxonalariga bizlar kotyollarni yetkazib berdik. Mana bu ko'rgan uskunamiz 2 tonna par beradigan kotyolimiz, gazda ishlaydigan. Hamma datchiklari 2 tonnalab qo'yiladi bizlarda. Manometrlar, datchiki давления, уравнемерный kolonkalari, paravoy ventillari, предохранительный klapanlar bilan yig'iladi va klientga yetkazib beriladi. Hozir bu tayyor holatimi shunda? Ha, ishlab turilgan. Hozir gazga moslashtirilganmi nimaga? Bu gazga moslangan gazovoy горелкamiz. Yana nimalarga moslab berasizlar? Dizel, mazut, alohida ko'mir kotyollarimiz bo'ladi, elektr kotyollarimiz bo'ladilar. Shu nimaga yoqsa bo'lsa shunga moslashtirib berasizlar ekan. Ha, albatta. Bu 2 tonna soatiga, to'g'rimi? 2 tonna par soatiga beradigan uskunalari. Bu soatiga 1 tonna ishlab chiqarib beradi. Bu soatiga 1 tonna par ishlab chiqaradilar. Ko'pchilik oziq-ovqat uchun, konservniy zavodlar uchun yem chiqaradigan korxonalari olishadilar. Sut mahsulotlar pishiradigan korxonalarimiz bizlar bio sut bilan, bio milk bilan, Monarch Agro Group bilan ishlagan bizlar. Hozir sizlar katyollarni ishlab chiqarib, olib borib o'rnatib ham bera olasizlar. Ha, albatta servis xizmatlarimiz ham bor. Tushunarli? Bunisi qanaqa? Bu ham 1 tonna par beradigan paravoy kotyollarimiz. Bu eng asosiy narsasi suv filtrlari. U qattiq suvni yumashtirib kotyolga beradigan uskunasi. Bu esa nasosniy stansiyasi. Bitta основной, bitta rezervni qo'yiladi, chunki katta ob'yom suvini tezda yetkazib berishlari kerak. Mana bu yerda ham suv filtrlarimiz o'rnatilgan. Bu 2 tonnaga moslangan 2 ta filtr qo'yiladi. Bitta рабочий, bittasi rezervni qo'yiladi. Bu tuz qo'yadigan baklari regeneratsiyalari uchun. Bu esa 100 kiloli elektricheskiy paravoy kotyollarimiz. Ishlab chiqarishi va ishlatishi juda oson. Bu yerda blokda ochish, yoqish va o'chirish kotyollari bo'ladi. Tayyor holatida o'zi bo'ladi. Gazi ham kerak emas, ko'miri ham kerak emas, elektrichество bo'lsa bo'ldi. Tamam. O'zi katta ham bo'lmasa ekanda, ixchamli kichkina bo'ladi. Kichkina kotyollari bo'ladi. Hozir bu aytib o'tdingiz bu narsalarni komplektiga qo'shib beriladimi yoki alohida sotiladimi bular? Yo'q, ular komplektida bo'lishi shart, chunki kotyolga yumshatilgan suv berishi mumkin. Tushunarli? Birinchi suvni yumshatib, keyin parlanlar ekan. Sababi parda asosiy tarkibi suv bo'lgani uchun suvdan par olinadi. Va bu yerda bu yarim tayyor holatimi? Ha, yarim tayyor holati bo'ladi. Bu yerga zaporniy armaturasi, teplоизоляционный materiallari, yapshivkasi yanada o'rnatiladi bu yerga. Keyin men sizga hali yopilmagan kattaroq kotyolni ko'rsataman. Bu gofra karton uchun, Devopo korxonalari uchun ishlab chiqarilgan kotyollarimiz. Tushunarli? Ketdik. Ko'rib chiqamiz sizlar bilan ishlab chiqarish jarayoni. Hozir 1 tonnali kotyolda tayyorlanish jarayoni. Buni ichiga shunaqa maxsus turbalar solinar ekan. Sababi bu turbalarning ichida olov yuradi. Olov shuning ichida yurib, tashqaridagi suvni parlantirib, shunaqa vazifani bajarib berar ekan. Albatta. Bu necha listdan tayyorlanadi? Bu 12 listdan tayyorlanadi. 09 G2S специализированная котловая сталь. Trubalari ham hammasi бесшовный bo'ladi, ST20. Kotyolga mo'ljallangan staldan ishlab chiqariladi. Go'stat bo'yicha. Bosimga qarab sizlar list qalinligini belgilaysiz. Обязательно. Tushunarli? Har bir ishlab chiqarilgan mahsulotlar sinovdan o'tkaziladilar, laboratoriyadan o'tadilar va обязательно ultrazvukdan o'tadilar. Ha, keyin ishlab chiqarishga ruxsat beriladi, to'g'rimi? Обязательно. Bu nimaga yordam beradi? Keyinchalik muammo bo'lmasligiga har bir misol yo'nalishi o'zini kerakli bo'lgan laboratoriyasida sinovdan o'tkazilib, keyin buni ishlab chiqarishga ruxsat berilar ekan. Gap yo'q. Opa, bu nima vazifani bajarib beradi? Bu topливный rezervuar, uni vazifasi yo'qligini sarflash. Yer ostidagi bo'ladi yoki yer tagidagi bo'ladi. Yer tagida yoqilg'ilarni saqlab berar ekan, xullas. Dizel shunga o'xshagan mazut shunaqa yoqilg'ilarni saqlab berar ekan. Qadrli obunachilar, ko'rdinglar, sizlarga ishlab chiqarish jarayoni haqida qisqacha ko'rsatib o'tdik. Endi opa
Yana qanaqa mahsulotlar ishlab chiqarib bera olasizlar? Bizlar ko'pchilik deodorator uskunalarni ishlab chiqaramiz. Sistema обратного осмоса, sistema filtratsiya, economizer ishlab chiqaramiz. To'liq kotelni ishlash uchun hamma uskunasini o'zimiz O'zbekistonda ishlab chiqariladi. Buni ehtiyot qismlari ham o'zingizlarda bor. Keyin garantiyasi ham bor. 2 yil kafolat berasizlar. Ha, 2 yil kafolat bo'ladi bizlardan. Servis xizmati ham o'zlarida bor. Xullas, olganingizdan keyin muammo bo'lmaydi, o'zlari xizmat ko'rsatishadi va bundan tashqari bizni qo'shni davlatlardan ham kuzatib borishadi. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston. Bu yerlarga ham eksport qilishyapti ekan. Siz ham qo'shni davlatlardan bo'ladigan bo'lsangiz, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Ekranda telefon raqamini qoldiramiz, bog'laninglar. Sizlarga aytib o'tmagan ma'lumotlarimiz bo'lsa, bemalol telefonda gaplashib, so'rab, ma'lumotini olishinglar mumkin va bemalol mana shu katyollarga buyurtma bersanglar, O'zbekiston va qo'shni davlatlarga o'rnatib berishadi. Opa, bu yerga 5 yil oldin o'rnatib bergansizlar. Ha, bu 5 yil oldin o'rnatilgan kotollarimiz har bitta kotolni 4 dona par soatga beradilar. Горелкасы gazoviy bilan dizelga mo'ljallangan. Keyingisi uskunamiz bu kondensatorni bak betga filtrlangan va kondensat qaytargan suvlar yig'iladilar. Keyingi uskunamiz deoratorning bak vazifasi suvdan kislorod bilan inert gazni olib tashlashlar. Hamma parlarimiz betga kollektorga keladi, parovoy resiverga yig'iladi. Resiverdan keyin kollektor bo'yicha tarqatadigan parlari. Hamma uskunamiz shiddan boshqariladi. Betda ham ishlashini ko'rsangiz bo'ladi. Har bitta kotyoli ish bosimini ko'rsatadi, temperatura pari ko'rsatadi, dimoxod temperaturasini ham ko'rsatadi. Bu yerda ikkita kotyol, bitta основной, bitta rezervni, lekin birdaniga 8 tonna par olishi ham mumkin. Tushunarli. 2021-yildan beri ishlatib kelinadi. Gazga ham, mazutga ham moslashtirilgan. Dizelga moslashtirilgan. Gaz bilan dizelga moslashtirilgan. Xuddi shunday. Ya'ni soatiga 8 tonna par ishlab chiqarib bera olibmi, undan ham yuqorilatsa bo'lardi. Yo'q, har bitta kotyoli 125% ga ishlashi mumkin, lekin bu zarar. Har kotyoli kamida 70-80% ga ishlaydilar. Tushunarli. Bu yer nima ishlab chiqaradi? Nimaga moslashtirilgan bu? Ular kimyoviy korxonasi polipropilendan mahsulotni ishlab chiqaradi. Tushunarli. Agar sizga ham shunaqa katyollar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.